Chunki buni joylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Alohida guruhimizga. Xo'p, ketdi. Mana bizda hurmatlilar kitob. Ba'zilarimiz uchun osonlik qilish mumkin, shuning uchun juda cho'zilib o'tirmaymiz. Tez hal qilib o'tib ketaveramiz. Anason ko'rinyaptimi kitob sizga? Ko'rinyapti. Bo'ldi, tamom. Demak, birinchi mayli, oson bo'lsa ham sal tez gapirib o'tib ketamiz, chunki hamma darajasi har xil. Birinchi savol, ko'k rangli vagonlarda yozilgan sonlar yig'indisini top desa, masalada nima qilish kerak? Mana bu yerda ko'k rangdagi vagondagi sonlarni bir-biriga qo'shib qilsak bo'ldi. 170 bo'lar ko'k rangli. 86 qo'shaman 84. Bir-biriga qo'shamiz. 86 qo'shaman. 170. Necha dedingiz? 170. 170. Demak, birinchisining javobi 170 ekan. Ikkinchisi sariq rangli vagonlarga yozilgan sonlar yig'indisi. Endi sariqdagilar qo'shib chiqishimiz kerak. 209. Hop, birinchi qiladigan ishimiz 49 qo'shaman 59 qo'shaman 101. Oson usulda qo'shish mumkin-da bu yerda. Masalan, 59 ga 101 ni qo'shsak, 59 ga 101, 160, 160 ga 49 ni qo'shsak, 209. Zo'r. To'g'ri javob 209 ekan. Xo'p, bu oson ekan. Mayli, 6-sini ko'raylikchi. Qizil va yashil rangli sharlarga yozilgan sonlar yig'indisi nechiga teng deyapti ekan? 115 ga damla. Nechiga dedingiz? 115. Qizil rang, menda mana qizil rang bo'lyapti. Qizildagi shardagi sonlar yig'indisi bilan yashildagi sonlar yig'indisini so'rayapti, demak. 46 qo'shaman 69 115. 46 qo'shaman 69, hozir bir daqiqa. 46 qo'shaman 69 qo'shaman yashildagilar 55 va 42. Hammasini bir-biriga qo'shish kerak. 46 ga 69 115 ta beradi. 115 ga keyin 55 ni qo'shamiz. Natija ketma-ket qo'shib ketyapmiz. 170, 170 ga 42 212. Bo'ldi. Bu oson ekan. Endi keyingisini ko'ramiz. Qaranglar, hurmatli o'quvchilar. Mana masala sizda. So'roq belgisi o'rnidagi sonni toping mana bu yerda. So'roq belgisi o'rnidagi sonni topish talab qilinyapti. Qanaqa qilamiz? 9 ga qaysidir sonni qo'shsa 15 chiqarmish. Nechini qo'shsa 15 chiqadi 9 ga? 6 nimi? To'g'ri bo'ladi so'roq o'rnida. Bo'ldi, zo'r, 6. Endi 6 ga mana bu yerda 6 ga qaysidir sonni qo'shganimizda mana bu yerda qaysidir son qo'shilgan. Natija chiqish kerak. Biz so'roqni shu yerda topamiz. Endi 9 bor ekan. 9 ga nechidir qo'shyapti, natija 12 bo'lyapti. 9 ga 3 qo'shsak 12 bo'ladi. Zo'r. Endi qarasang bu yerda 3 bor. 3 ga qaysidir sonni qo'shganda 11 chiqyapti. 8. Endi so'roq o'rnidagi sonni topish kerak. 6 ga 8 ni qo'shamiz, 10 qo'shamiz. 15. 15. 14. Hozir maytgan kishidan boshqa hamma mikrofonni o'chirib olsin. Sho'qim bo'lib ketyapti. Ana sonni o'zida qolsa, qolganlar o'chirib olsin. Bo'ldi, ana son eshityapsiz. Keyingisiga o'tdik. 9-masala qarang. Tushirib qoldirilgan sonlar yig'indisini toping deyapti bu yerda. Tushirib qoldirilgan sonlar yig'indisi. 76 bor, 77. Qaysidir sonlar tushib qolgan mana shu qatorda. Bu sonlar 78, keyin 79 soni tushib qolgan va 80 soni tushib qolgan. Chunki davomi ketyapti 81-82 qilib. Shularni bir-biriga qo'shamiz. 78 ga 79 ni qo'shsak 157 bo'ladi. 157 ga 80 ni qo'shsak natija 237. To'g'ri javob mana shu. Xo'p, savollar qiyin bas ekan, xullas. To'g'rimi? Kela, mana uni ham birgalikda ko'ramiz. Hop, ana sonda o'zini mikrofoni yonib, qolganlar o'chirib qo'ysin, chunki sho'qim bo'lib ketsa qiynalamiz. Ham ovozlaringni biz video shaklda yozib boryapmiz. Maxsus guruhdagi o'quvchilarga tashlab beriladi. Asmoiljon. Ishlamaymizmi test? Yo'q, ishlaymiz. Mana men tushuntiryapman-ku sizlarga kitobni hozir. Uni imkon bo'lsa yozib qo'yinglar. Hozir sizlardan
so'raganim yo'qda. O'zimga o'zim gapirib, sizlar o'ziga gapiring. Menga gapirishingiz shart emas. Alohida so'rayman. Faloncha qanaqa bo'ladi deb. Hozircha mikrofonni o'chirib turinglar. Faqat bitta ana son mana eshitilyaptimi, ko'rinyaptimi deganimda javob berish uchun yo'q. Tushundingmi? Qolganlar o'zlaring savol berib, javob berib turaveringlar hozircha. Men birgalikda bunday ko'rib boraman. Xo'p, demak, 19 dan qaysidir sonni ayirganimizda natija 8 chiqargan. 11 domla. 11. Yaxshi, lekin yo'q, ichingizda ayting-da, bizga bas. Ichingizda. To'g'ri o'ylabman, xato o'ylabman. Agar xato o'ylagan bo'lsangiz qarab o'rganib oling. Xo'p, endi 19 ga mana bu yerda qaysidir sonni qo'shganimda 36 bo'lyapti. Bu son necha bo'lar ekan desa 17. 19 ga 17 ni qo'shsam 36 bo'ladi. Zo'r. Endi so'roq mana bu yerda turibdi. Mana shu so'roqni topishim kerak men. 11 dan qaysidir sonni ayirganimda 6 chiqyapti ekan. Bu qaysidir sonim 5 bo'ladi. Haqiqatan 11 dan 5 deysiz 6 bo'ladi. Endi so'roq o'rnidagi sonni topish uchun 17 ayrilgan 5 natija 12. So'roq o'rnidagi son 12 ga hurmatlilar. Vazifa qilgansiz-ku daftaringiz, kitobingizda ishlagansiz. Shuni parallel tekshirib keting. Va bugundan boshlab maxsus guruhdagilar kitobdagi ishlaganlarni menga jo'natish kerak bo'ladi. Ismoiljon. Kubayev Ismoiljon. Tushundingizmi? Xo'p, keyin 10. Quyidagi hisoblashlar to'g'ri bajarilganda so'roq belgisi o'rnida qaysi son bo'ladi? 8 ga 5 qo'shamiz 13. Bo'ldi, xo'p. To'xtanglar. Orqadan kelaylik. Bo'ldi, xo'p, yaxshi. Endi boshladik. Bu joy bo'sh. Qaysi sonni ayirsak 4 bo'ladi 8 dan desa 4 bo'lar ekan. Endi tepadagi qanaqadir x sondan 9 ayirsa 4 chiqar ekan. Bu joyda 13 bo'ladi. 13 dan 9 ketsa 4 qoladi-da. Davom etamiz. 8 ga qaysidir sonni qo'shsa 13 chiqaramiz. Demak, bu joyda 5 bor ekan. Endi 5 ga nimadir sonni qo'shganda 8 bo'lgan. Natija 3 bo'lyapti. To'g'ri javob necha ekan? Tasma bilan bir gaplashmoqchi sen bilan, Tushunarlimi? Xo'p, endi men hozir nima qilay? Savolni shuni ochaman, siz yozasiz kommentariyaga. Keyin tushuntirib beraman. Qani kimda to'g'ri, kimda noto'g'ri. Faqat ovoz kamroq bo'ladi, ko'proq yozamiz. Xo'p, ketdi. Men savol-javob yozib qo'yapman. Savol-javob yozyapman. Shuni kommentariyasiga yozasiz. Nimaga kiring? Kanalga kiring. Savol-javob deb yozdim. Shuni kommentariyasiga yoziladi. Ketdi. Marhamat. Savol bu. So'roq o'rnidagi son nima? Ekran ko'rinyapti hammaga. So'roq o'rnidagi son nechiligini topish zarur ekan. Marhamat, hurmatlilar. Hop, kommentariyalar ochdim. Hali hech kim javob bergani yo'q kommentariyada. Bo'la qolinglar. Hop, Anasxon 21 deyapti. Qolganlarni ham kutamiz qani. Ismoiljon 17. Hozircha ikkita kommentariya bo'ldimi? Nima gapirib turganlar qayoqqa qolib qoldi? Hop, bo'ldi. Ko'p vaqt yo'qotmaymiz, tahlilni boshlaymiz. 21 mi 17 mi? Ismoiljonmi, Anasxonmi? Qani ko'ramiz kim javob to'g'ri ekan. Hop, qana bo'ladi? Javobi bor, eng to'lasini topishimiz kerak. Qarasang, bu yerda bu 3 ga qaysidir sonni qo'shganda 12 bo'lyapti. Mana bu yerda noma'lum son bor. 3 ga qo'shganda 12 bo'lyapti. Qaysi son shuna bo'ladi desa, bu joyga 9 ni uramiz, hurmatlilar. 3 ga 9 12 bo'ladi. Hozircha bitta katit bo'ldi. Endi hop, mana bu yerda qaysidir sondan 12 ni ayirsa 2 chiqarmish. Demak, bu qaysidir sonimiz necha bo'ladi? Topish uchun 2 ni qo'shamiz, 14. Rostdan ham 14 dan 12 ni ayirsak 2 qoladi. Endi davom etyapmiz. Mana bu yerda noma'lum son bor. O'shanga 14 ni qo'shganimizda 22 bo'lgan. Nechiga 14 ni qo'shsa 22 bo'ladi, bilasizlarmi? 8 ga. 8 ni topdingmi? Qaysidir sondan 8 ayirsa 9 chiqarmish. Qaysi son o'sha desa 17. 17 dan 8 ayirsak 9 chiqadi. To'g'ri javob demak bizda Kubayev Ismoiljonda. Like bosib qo'yamiz tezda. Biladingiz.
Xo'p, tayyor bo'lsalaring keyingi savolga o'tamiz. Bahonada kitobni tahlilini ham birgalikda ko'rib boryapmiz. Marhamat, hurmatlilar. Keyingi savol 12 bo'lyapti. Kommentariyada yozishlaring mumkin. Mana men nuqta bilan har bitta savolni ajratib turibman. Mana shu, mana savol mana bu, hurmatlilar. Kommentariya yozildimi shunda? Kommentariyaga yozinglar, ha. Shu nimani o'zida. Savol javob degan joyimni kommentariyasiga yozaveringlar. Hop, Anasxon yozyaptilar. 280 deyapti Anasxon. Qolganlar ko'ramiz. Bo'la qolinglar, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, demak, kommentariyalarga ko'ramiz. Hozircha, hop, yaxshi. Azamatjon, Sohiba Mardonova, Ismoiljon, Husnora Sharafuddinovna, demak, Shukronaxon, yaxshi. Alaykum assalom, darsimiz boshlangan va biz o'sha aktiv darsda davom etyapmiz hozir. Xo'p, qanaqa qilib ishlanar ekan? Masalani hal qilamiz birgalikda. Anasxon ko'rinyaptimi hali ham yo o'chib qoldikmi? Javob beravor. Ko'rinyapti, domla. Bo'ldi, zo'r. Demak, qo'shamiz bu yerda. Plus belgisi turibdi, demak, qo'sh degani bu yerda. 136 ga 242 ni qo'shamiz. 136 ga 242 ni qo'shsak, kela tamada qo'shiliga 242 qo'shilgan 136 8 7 378. Mana bu yerdagi natijamiz 378 bo'lar ekan qo'shgandan keyingi. Endi o'shandan 98 ni ayirib bu joyga yozishim kerak so'roq o'rniga. 378 ayrilgan 98 natija 0. 17 dan 8 8 2. Adashmadimmi? 280. To'g'ri javob, hurmatlilar, 280 ekan. Bizda birinchi bo'lib to'g'ri javobni tepada yozgan Anasxon topgan. Anasxonga hamma chiqib bemalol like bosib qo'yinglar. Tushundingmi qanaqa ishlanishi? Xo'p, hurmatli ota-onalar, bu kitobni farzandlaringga olib bergansizlar. Ishlaganlari bilan mana o'zingizdan ko'z bilan tekshirib ketavering. Yigitlar, qizlar, tekshirib olinglar bemalol kitob bo'yicha. Shu onlayn darsda ishtirok etib turgan hammamizga mana shu kitob kerak. Yosh iqtidor egalari uchun birinchi qism kitobi, yangi nashr, eski nashr emas, yangi nashrni olishimiz kerak. Xo'p, ana endi hurmatlilar. Quyidagi yig'indiga ko'ra harflar o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan raqamlar yig'indisini toping. Mana bu yerda harflar o'rnidagi raqamlar yig'indisini toping. A qo'shaman, B qo'shaman, S. Mana shu necha bo'ladi deb so'rayapti bizdan. Xo'p, nuqta qo'yib qo'ydim. Marhamat. Nuqtadan keyin savollaring, javoblar jo'natishlaring mumkin. Javoblar kommentariyaga jo'natiladi, hurmatlilar. Bo'la qolinglar. Husnora Sharafuddinovna 10 ta, Anasxon 10 ta, qaysidir o'quvchimiz 10 ta, Ismoiljon 10 ta, Shukronaxon 10 ta. Xo'p, kutamiz qolganlarni ham. Vaqtli chiqyapti, ulgurmayapmiz domla. Domla chiqmayapsiz. Domla internetlar ishlamay qolib, ketib qoldilar. Xo'p, ko'rinyaptimi hammaga? Hozir o'quvchilarimiz bor ekan, ularning mikrofonni ochib qo'yaman. Faqat bitta muhim narsa, hozir mikrofon o'chiq turibdi hammada. O'chiringlar mikrofonni. Kerak paytda o'zi yoqasizlar. Aytaman, kerak paytda yoqasizlar, tushundik? Xo'p, hozir ekran ko'rinyapti menimcha sizlarga. Nuqta qo'ygandan undan keyin javoblarni jo'natishlaring kerak edi.
Hop, 10 deyishyapti. Anason 10, Ismoiljon 10, Nazokat degan o'quvchimiz 11, Karomat. Hop, yaxshi. Azamatjon, qana ish qilamiz? Hamma qarasin. Ekran ko'rinyaptimi? Anason sizga. Yo'q, ustoz ko'rinmayapti. Ko'rinmayaptimi? Ko'rinyapti. Bo'ldi, zo'r ko'rinib turgan bo'lsa. Faqat Anasonning mikrofoni yonib, qolganlar o'chirib ketib turamiz. Bugun menga Anason yordam berib turadi shu masalada. Endi boshladik. B degan mana bu yerda harfga 0 ni qo'shsa 5 bo'lar emish. Nechiga 0 ni qo'shsa 5 bo'ladi, hurmatlilar? 5. Ha, B teng 5 ekan, bilib oldik. Endi 8 ga 7 ni qo'shyapti. Qo'shuvda 15, 15 ni 5 ni yozdi, 1 dilda turibdi. 7 ga S ni qo'shsa 9 bo'lyapti. Hali bir yodligini 1 qo'shamiz, domla. 1. Yo, to'xtang. Menga aytmang. Menga aytmanglar. Menimcha 49.035 bo'ladimi? To'xtang. Hozir menga aytmanglar. Hammaga xalaqit berasizlar. Yaxshisi yozib bo'lgansiz javobingizni. O'shanda tekshirib olasiz. Hozir men hammaga tushuntiryapman-da, o'rtada aytsak bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Boshqalar tushunmay qoladi. Bir yoddani 7 ga olib berdik, 8 bo'ldi. 8 ga S nechidirda qo'shganimiz 9 bo'ldi. Demak, S'imiz 1 ekan. Buni ham bilib oldik. Xo'p, muhim joylari S birligini bildik. Endi A ga 6 ni qo'shsa 0 bo'lar ekan. Nechiga 6 ni qo'shsa 0 bo'ladi desa, 4 ga 6 ni qo'shsa 0 bo'ladi. Demak, A 4. Hammasini qo'shib chiqamiz. 4 A o'rnida, B o'rnida esa 5, S o'rnida 1. Hammasini qo'shganda 10 bo'ladi. Xo'p. Men o'rganib qolganman-da, qana bo'ladi deb. O'shanda mikrofonni yoqib gapirish shartmi? O'ziga javob beravering. Men eshitishim shart emas. Misol 4 ga 7 ni qo'shsam, nechi bo'ladi? Devorishim mumkin-da, siz 11 bo'ladi. O'ziga ayting, bo'ptimi? Kerak paytda qiyin misollar chiqsa, keyin men aytaman. Azamatjon, buni qana bo'ladi deb so'rayman. O'shanda yoqib mikrofonni aytadi. Xo'p, birinchi bo'lib to'g'ri javobni bitta Husnoraxon Sharafiddinova degan o'quvchimiz yozib bergan. Like bosib qo'yamiz deb qo'ydik. Keyingi betga o'tdik, hurmatlilar. Xo'p, qiyin-qiyinlardan ishlaymiz. Mana masala. Hammani ko'z o'ngida 25-masala bo'lyapti. Marhamat. Javobini jo'natib qo'yishlaring mumkin. 25-masalani javobi qidirilmoqda. Restoranda dushanba kuni jami 120 ta mijozga xizmat ko'rsatildi. Seshanba kuni esa dushanba kunidan 25 ta ko'p mijozga xizmat ko'rsatildi. Chorshanba kuni esa seshanba kungidan 30 ta kam mijozga xizmat ko'rsatildi. Shu 3 kun davomida jami nechta mijozga xizmat ko'rsatilgan? Marhamat, bemalol fikrlab topsak bo'ladi. Javoblar kelishdi boshladimi? Yo'q, hali. Bo'la qolinglar. Kommentariyalar kelishdi boshlamadi. Azamatjon 380, Anason 435, Dilrabo Ma'rufova 115, Ismoiljon 435. Sohiba Mardonova 380. Xo'p. Husnora Sharafiddinovna 400. Bo'lib ko'ramiz birgalikda. Marhamat. Birinchi kuni deymiz 120 ta edi. 120 ta birinchi kuni. Seshanba kuni esa dushanbadan 25 ta ko'p deyapti. Dushanbadan 25 ta ko'p seshanba kuni. 120 ga 25 ta qo'shamiz. 145 ta seshanba kuni. Seshanba kuni 145 ta. Endi chorshanba kuni seshanbadan 30 ta kam. 145 tadan 30 ta kam bo'lyapti. 145 dan 30 ayirsak 115 bo'ladi. Hamma biladi hisob kitobni. Endi hammasi bo'lib qancha? Dushanba kuni 120 ta bormidi? Seshanba kuni 145 ta va chorshanba kuni 115 ta. Hammasini qo'shamiz bir-biriga javob chiqadi. Oson hisoblash usuli. 145 ga 115 qo'shsak, hop, necha bo'ladi? 145 ga 115 260 bo'ladi. Ustoz, ovozingiz kelmayapti. Aha. 120 ga 260 380. Hop, yana kimlarga ovoz bormay qoldi? Aytinglar. Ustoz, menga boryapti. Bizning vaqtimiz boryapti. Hop, demak bitta Azamatjon birinchi bo'lib to'g'ri topgan, like bosib qo'yamiz. Marhamat. Tepaga chiqinglar, bo'ldi.
Tushundilaringlar nima bo'lib turgani haqida. Jami 3 kunda qancha bo'lgan deyapti. Xo'p, mana shunaqa qilib vazifani bajaryapsizmi, yo'qmi bilib olsak ham bo'laveradi. 28-masala hammaga marhamat. Quyida berilgan qo'shish amalida yig'indi eng katta son bo'lishi uchun yulduzcha o'rnida qanday raqam qo'yish kerak? Yig'indimiz mana yig'indimiz maksimal eng katta bo'lishi uchun yulduzcha nima bo'lish kerak deb so'rayapti. Nuqta qo'ydim, demak, davomini yozishlaring mumkin. Ismoiljon 8 deyaptilar. Bilim turibdi, vazifa bajarishgan. Shunda kitobni ochib turib taq urib qo'ya qolsa bo'ladi. Lekin maslahat beraman, kitobni ochmanglar. Kitobni ochmasdan o'tirib ishlaydi. O'shanda yana bir takrorlanish bo'lib qoladi sizlarga. Kubayev Ismoiljon 8, Karomat o'quvchimiz 8. Men to'g'ri demadim, lekin 8 ni. Xo'p, mana shu misolga men tushuntirish uchun Ismoiljonni tanlayman. Qanaqa qilib 8 javobini olgansiz? Bizga tushuntirib berasiz. Boshlang. Ana shu boshlang deganimda mikrofonni yoqib gapirishingiz kerak. Mayda 7 ga 9 qo'shsak 16 bo'ladi. 16 ni bir yoddasini oldim. Keyin 8 ni qo'shsam, 7 bo'lishi kerak. Ha, to'g'ri. Yulduzcha 7 mi 8 mi shunda? Men javob bersam mayli. To'g'ri, 7 bo'lishi kerak ekan. Ha, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Endi mikrofonni o'chiramiz, o'zim tushuntiraman. Hamma qarasin va bajargan vazifasi bilan tekshirib olsin. Xo'p, nima qilamiz? 7 ga 9 ni qo'shyapmiz. Kattaroq bo'lsin. 7 ga 9 ni qo'shsak 16 ni oldisi bir xayolimizda turibdi. Biri bizning yodimizda turibdi. Xo'p, endi bir xayolimizdagi bor, mana 1 ga qo'shsak 2 bo'lib turibdi. Xayolimizdagini ishlatdik. Yulduzcha o'rniga shunaqangi son qo'yish kerak. Natijada mana bu narsa eng katta bo'lsin. Biz yulduzchani o'rniga, misol 1 qo'yishimiz mumkin. 1 qo'yganimizda 1 bilan 2 qo'shilib mana bu 3 bo'ladi. 82936 mumkin. Lekin eng katta bo'lishi uchun mana 3 burchakda ichi 9 bo'lsa zo'r bo'lardi. Eng katta holat bo'lardi. Mana 36 dan 96 katta-yu boshi bir xil. Xo'p, unaqa qilish uchun nima qilish kerak desa, yulduzchaga agar 8 olsak, misol 8 ga 2 10 bo'lib 10 ni 0 tushib qoladi. Yaxshi emasmi desa, yo'q. 9 bilan 4 ni qo'shib, mana 5 bilan 4 ni qo'shib 9 olyapti-da. Buni ma'nosi nima desa, demak, mana 5 bilan 4 ni qo'shilganda hech qanaqa yoddagi baqa o'tmayapti. Shuning uchun 9 tushyapti. Yulduzcha o'rniga shunaqa son olishimiz kerakki, yoddagi baqa o'tmasligi kerak. 8 olganimizda yoddagi baqa o'tib qolyapti. Hozir ekranda o'chiramiz. 8 olganimizda, hurmatlilar, mana 2 bo'ldi-ku, 8 olsak yoddagi o'tib qolyapti. Shuning uchun yulduzcha o'rniga 7 olishimiz kerak, eng ko'pi bilan. 7 ga 2 9 bo'lib, mana eng katta son hosil bo'ladi. Kim, demak, yulduzchaga 7 olgan bo'lsa, mayli desiz. Kiramiz kommentariyaga. 7 yozganlar bormi ikkinchimizda? Husnora Sharafiddinovna deganimiz bor ekan. Marhamat, like bosib qo'yamiz. Birinchi bo'lib hammadan 7 yozishgan. Zo'r. Tushundiga hozir. Tushunmaganlar yozinglar guruhga. Domla uncha tushunmadim. Azamatjon, xatolik bor ekan. Bitta bola kamerasini yoqdi. Yoqmaylar. Bosilib ketgandir. Umuman yoqmaylar, xalaqit bermaylar. Ikkinchisiga o'tdik, hurmatlilar. Marhamat. So'roq o'rnidagi sonni toping. 29. So'roq o'rnidagi sonni toping deyilyapti. Ishlaymiz. Amallar ketma-ketligiga ko'ra so'roq o'rnidagi sonni toping. Mana bu joydagi son bizga zarur ekan. Nuqta qo'ydim. Shu nuqtadan keyinga bemalol yozib
3896 deyapti Ibrohimjon. Anasxon 3258 deyapti. Ko'ramiz. 38956 deyishyapti. 3258. Ko'ramiz. Bo'ldi. Bo'lmasam tahlilni boshlaymiz. A o'rnidagi sonni topish uchun mana ikkovi sonni bir-biriga tayma-tay qo'shishim kerak, hurmatlilar. Boshladik. 1234 qo'shaman 2345. 9 7 5 3579 ekanman. A o'rnidagi son 3579 emish. Va endi topishim kerak bo'lgan narsa mana bu yerdagi so'roq o'rnidagi son. 3579 ni chap o'ng tomondan ham hosil qilinyapti. 321 ga nimadir qo'shib 3579 olinyapti. Shu nechiligini topish kerak. Biz so'roqni qidiryapmiz, hurmatlilar. Buning uchun 3579 mana natijadan so'roqdagi narsani ayiramiz. Ikkovini qo'shganda mana. Bu bilan buni qo'shganda hosil bo'lganda mana oson. Demak, yig'indidan ayirishimiz kerak. 321 ni 8 tushadi, 5 tushadi, 2 3258 to'g'ri javob ekan, hurmatlilar. Xo'p, qidirib topamiz. 3258. Ibrohimjon xato qilgan, Anasxon birinchilardan bo'lib to'g'ri yechgan. Ibrohimjon qo'shib qo'ygan. Katta ehtimol bilan ayirish kerak. Like bosib qo'yinglar Anasxonga hammamiz. Keyingi savolga o'tamiz endi, hurmatlilar. Keyingi savol. Nimaga kanalga tashlamayapsiz? Xo'p, shunisi qulaydi menga, sizlarga. Marhamat, 30. Ikkita gulning har bir yaprog'iga son yozilgan. Bir yaproq berkitilgan, gullardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng. Berkitilgan yaproqda qanday son yozilgan? Marhamat. Berkitilgan yaproqda qanday son yozilgan? Ismoiljon 10 deyapti, qolganlar kutamiz. Anasxon 7, Azamatjon 5, Ibrohimjon 5, Sunora Sharafiddinovna 5, Shukronaxon 10. Nuqta bosmadingiz-ku, ustoz, nuqta hali bosmadingiz-ku. Yo, bosib qo'ydim, nuqta yozganman. Sohiba Mardonovna 10 deyishyapti. Yaxshi. Hurmatlilar, qaranglar. Endi tekshiramiz. Birinchi yaproqdagi va ikkinchi yaproqdagi, ikkinchi guldagi barcha sonlar yig'indisi bir xil ekan. Birinchidagi necha bo'lishini ko'ramiz. 1 bilan 9 qo'shamiz 10, 3 bilan 7 10 va 5. Demak, birinchi yaproqda 25 bor ekan. Ikkinchida ham 25 bo'lishi kerak, hurmatlilar. 4 ga 6 10, 2 ga 8 10. Mana bu yerda ko'rinmay turgan joyi bor-da buni yaproqda. O'sha demak 5 ekan. Hozir 20 bo'ldi-ku. Ko'ringanlarni qo'shuvdik. 4 6 2 8 20. Mana bu yerda ko'rinmay turgani bor, bu ko'rinmay turgani 5 bo'ladi. 5chilarga malades. Azamatjon birinchi bo'lgan hammani like bosib qo'yinglar. Azamatjon o'quvchimiz 3-sinf offline darsda o'qiydi. Bu o'quvchimiz ham Anasxon shunaqa, Ismoiljon onlayn guruhimiz a'zosi. Ibrohimjon ham demak offline. Ketma-ketlikni tushunibmiz. Ha, yo'q, bu yerda aytdik o'zi, ketma-ketlik bas, bu yerda yig'indi degan. Bir yaproq berkitilgan. Gullardagi sonlar yig'indisi degan joy bor. Agar yig'indisi bo'lmaganda ketma-ketlik to'g'ri bo'ladi. Tushundilaring, ha? Keyingisiga o'tdik. Xo'p, hurmatlilar, bu o'tkazildi. Menga tashlab oling, rasmga olib ko'rinmayapti. Yo'q. Agar rasmga olib tashlasam, tezda ChatGPTga tashlayapsizlarda javob jo'natib qo'yapsizlar. O'shanga bir sizlar qiynagim keldi. Marhamat, 31. Rasmda berilgan 6 burchakda uchlarga sonlar yozilgan. Agar bu ikki olti burchak uchlardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lsa, so'roq o'rnidagi sonni toping. 6 burchakda mana burchaklardagi barcha sonlarni qo'shsa o'zaro teng bo'lar ekan. Birinchida ham, ikkinchida ham. So'roqda o'rnida nima bor deyapti. Hop, Azamatjon 5 deyapti. Anasxon 4 deyapti. Ko'ramiz qolganlarni. Kutamiz. Ismoiljon 5 deyapti Kubayev. Shukronaxon 5. Malades. Internet qo'tyapti-da. Mayli, endi hammada ham bor bu muammo. Ibrohimjon 9. Ibrohimjon o'zi ishlayaptimi yo ukasi ishlayaptimi ekan? Sohiba Mardonovna 5.
Rahmonjon to'rt. Ko'ramiz, hurmatlilar. Bo'ldi zo'r. Madina Bonu bir martadan javob jo'natsa yetadi. Joy ko'paytirish shart emas. Nima qilamiz? Qarang. Mana birinchidagi va ikkinchidagida ham bir xil bo'lgan nima bor. Bu A va B'lar. Bular bor-ku, necha bo'lishidan qat'iy nazar ikkovida ham bor-da. Ikkovida ham bor. Endi bular o'zaro tengligini hisobidan qolgan joylarni tenglasak bo'ldi. Mana qolgan joylar o'zaro teng bo'lsa bo'ldi. Xo'p, birinchidagi 4 tasini qo'shsak, mana ikkovini qo'shsak 10 bo'ladi. Ikkov 7, jami 17 ekan. Jami 17 ekan. Mana undaylar. Mana to'rovi 17 ekan. Bu to'rovi ham 17 bo'lish kerak, hurmatlilar. 9 ga 1 ni qo'shsam 12, 10. 10 ga 2 ni qo'shsam 12, 12 ga nechini qo'shsam 17 bo'ladi desa 5 qo'shsam bo'ladi. So'roq o'rnidagi son demak 5 ekan. Azamatjonga like bosib qo'yiladi deb chiqib marhamat. Qani Ibrohimjonning jo'natgan javobi o'chirib olib tuyadi, mayli. O'rganib olinglar, qana ishlanyapti masalalar. Xo'p, keyingisiga o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Navbat bo'yicha 33 deylik, birato'la 32 ni qilgansizlar degan. Yaxshi gumonimiz bor. 33. Mikrofon yoniq? Hammaniki yonolmaydi lekin. Rasmda ko'rsatilgan 5 ta qism bir-biriga mos ulanganda hisoblash amali yozilgan. To'g'ri burchak hosil bo'ladi. Misolning javobini toping. Puzzle o'ynaganlar biladi. Buni misolning javobini topish kerak. Shunaqangi joylashtirish kerakki, bu puzzleda mos tushishi kerak. To'g'ri burchak shakliga yig'ilishi kerak. Azamatjon javob jo'natdi 739. Qolganlar ko'ramiz. 739 deyishyapti bu o'quvchimiz ham. Ismoiljon 3, Husnora Sharafuddin nima? 734. Sohiba Mardonovna 352. Qani kim yaxshiroq, sifatliroq javob berar ekan ko'ramiz. Anasxon 748 deyishyapti. Shukronaxon 91. Yaxshi, davom etamiz. Nazokat 91 deyishdi. Tamam, ketdi. Tahlilni boshlaymiz, hurmatlilar. Endi to'g'ri burchak bo'lish uchun-chi bolalar, mana bunday bo'lish kerak. Uzun holatda, yopilgan holatda bo'lish kerak. Birinchiga tushadiganini qaranglar, mana chap tomonni to'g'ri burchak bo'lgani mana bu nima ekan? 5 ekan. 5 ni yozamiz. Keyin eng o'ng tomondagisi to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Eng o'ng tomondagisi. Eng oxirdagi mana to'g'ri bo'ladi. Chunki to'g'ri yopilyapti-da har tomon, to'g'rimi? 5 dan keyin tushadiganini topishimiz kerak. 5 dan keyin tushadiganini. 5 dan bunaqangi bo'sh joy bor ekan. Mana 5 dan bunaqangi bo'sh joy bor. Shakka mos keladiganini topishimiz kerak. 7 ni qo'yish mumkinmi? 7 ni mayli, hop, qo'yish mumkin bo'lsin. 7 ni qo'yib ko'rsak. Mana kirgizdirdik bu joyga bu joyni. Keyin 7 ni orqasida bunaqangi joy bor. Bunga nima mos keladi misolda? 3 ni mos qilish mumkin. Keyin 3 ta orqasida ham bu joy qoladi. Bunga nima keladi? 4 ni qo'yish mumkin, lekin so'roq qolib ketib qolyapti. Demak, 5 ta orqasidan 3 ni qo'yish noto'g'ri ekan. Nimani qo'yish mumkin desa, 5 ta orqasidan 7 ni qo'yish noto'g'ri ekan. 5 ta orqasidan mana qo'shuvni qo'ysangiz, rosa mos tushadi mana. Qo'shuv. Qo'shuvni orqasidan nima qo'yamiz? 7 ni qo'yish mumkin. Qo'shuvni orqasidan mana mos tushadi. 7 ni orqasidan bo'lsa mana joy bu. 3 ta olib kelamiz. 7, 3 va 3 ta orqasidan oxirida 4. 5 ga 734 ni qo'shamiz. 739. Mana shu javob to'g'ri. Qani kimda shunaqa ekan? 739chilar, Azamatjon tepaga chiqinglar, like bosib qo'yinglar. 739 to'g'ri javob. Menimcha tushunganlar bo'ldi. Ismoiljon, tushunganlar nima qilish kerakligini? Domla, biz 34 ga 57 ni qo'shib qo'yibmiz. Yo'q, bunda nima? Puzzle yig'ilish kerak-da. Mana tishlari mos kelmasa to'g'ri bo'lmaydi-da. Shunisi bor. Tushunib oldik-a? Mana shunaqa qilib ustoz bilan ketsa, xatoliklar ko'p. Nima deysiz? Tishlarga qaraydimi?
hada tishlariga qarab, bu puzzle deyapti-ku, tishlariga qarab moslab, undan keyin javob topish kerak. Xo'p, buni ham amalladik. Demak, sizlarga 32-misol menimcha juda muhim va foydali bo'ladi. Qabul qilinglar, hurmatlilar. 32-misolni hal etish kerak. Xo'p, maxsus guruhdagi o'quvchilarimiz bor bo'lsalar, ota-onalar telefon raqamlarini yozib qo'yinglar. Farzandlaringiz vazifalar jo'natmasa, men sizni telefon qilib bezor qilishim uchun. Maxsus guruhda 910 o'quvchimiz bor, o'shalar familiya ismlarini va telefon raqamlarini yozinglar. Men o'zim telefon qilib bu vazifalarni so'rab olaman sizlardan. To'g'ri javoblar demak, Shukronaxon 16, Azamatjon 16, Anason 16, Husnora Sharafiddinova 16 deyishyapti. Sohiba Mardonovna ham 16 degan javobni yozishdi. Kutamiz qolganlar. Bu ham to'g'ri ucha shakliga kelish kerak. Bir ikki bo'ladi. Oldik. Shuni kutmoqchi ekan. Qo'shmoq tushadi. Ha, bu tushadi. Qo'shmoq tushadi. Ben matematik onaxona qildik. Qilamiz. Yo'q. Qo'lni ishlating. Shu ishni mos keladi faqat. Bor. Undan keyin ana to'g'ri sizlar shunaqa bo'lsin, qaytib chizib ham 16 jon gap yo'q, ana son hab zo'r. Rahmonjon nima bo'lyapti sizda? Madina Bonu 25 qayerdan oldik? Ha, 24 qo'shib bir qildikmi? Tishlar mos kelishi kerak, hurmatlilar. Manimcha hop, bu oson. Lekin mana 9 ta 1 3 6 7 9 raqamlarni joylaydi. Har bir joyligi o'rnida bo'lgan sonni toping. Joylashdi. Musulmon uchinchi qo'shganda bunaqasiga son qo'shib ham teng bo'lyapti. Shuni so'rab o'rnida hech qo'yish to'g'riroq o'rnin bo'lgan so'raladi. Jo'naydi. 9 deyishyapti. Bo'la qolinglar mana. Anasxon 5. Yaxshi, 9. Manaqa. Yozamiz, bo'la qolinglar. Maxsus guruhdagi ota-onalar albatta, demak, telefon raqamlarini yozishlaring kerak. Yaxshi. Hammamiz qaradik. Alohida o'zim yozgan Telegramda bir o'tib qaytdim. Bo'ldi, yoqdi mikrofonlarni. Endi qaytamiz. Siz oyimini bilan tashavering. Masala qanaqa? 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni yozish kerak. Aytganimdek teng bo'lish kerak, bunday qo'shganimiz.
tashlaymiz. O'chiringlar mikrofonni. Hamma o'chirsin. O'chiringlar. Xo'p, endi qarang. Jamisi 1 dan 9 gacha qo'shib chiqsalaring bo'ldi. 1 dan 9 gacha qo'shib chiqilganda mana 1 qo'shaman 2 qo'shaman 3 qo'shaman 4 qo'shaman 5 qo'shaman 6 7 8 va 9. Hammasini qo'shamiz. 1 ga 9 10, 2 ga 8 10, 3 ga 7 10, 4 ga 6 10 va 10 dan nechta bo'ldi desa 1 2 3 4 4 ta 10 40 bo'ladi. O'rtadagi 5 ni qo'shsa 45 bo'ladi. Demak, barcha raqamlar yig'indisi 45 ga teng ekan. Endi shu 45 dan bitta sonni shunaqa bir ajratib o'rtaga qo'yib turamizda, qolganlarini 4 ga bo'lib olishimiz kerak. Chunki mana bu yerda 4 ta chiziq bor. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. O'rtaga 45 dan shunaqa sonni ayirib qo'yamiz. Ayirganimizdan keyingi son 4 ga bo'linadigan bo'lsin. Masalan, birinchisi qilishimiz mumkin 45 dan nechini olishimiz mumkin misolda. 1 da qo'yishimiz mumkin bakka. 1 da qo'ysak mana bu yerga. 1 qo'ysangiz. Mumkin-da 1. 44 qoldi. 44 ni teng 4 ga bo'lsangiz 11 dan bo'lib qoladi. Demak, mana ikkita bo'sh joylari 11 dan bo'lsa bo'laverar ekan. Boshladik. 11 bo'lishi uchun 1 da bakka band qildik. 2 bor. 2 ga sherik 9 bo'ladi. 2 bilan 9 11 bo'ldi. 3 bilan 8 bor. 4 bilan 7 bor. 5 bilan 6 bor. Demak, 1 da qo'yish mumkin ekan, hurmatlilar. 44 4 ga bo'linadi-da, mana 45 dan birini olib qo'ysak, qolgani 4 ga bo'linadigan chiqishi kerak. Mana tushundingiz degan bitta. 1 mumkin ekan, bo'ldi, isbotlandi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Keyingisi. Endi yana 45 dan nechini ayirsak, natija 4 ga bo'linadigan chiqadi qoladi. Bilasizlarmi? 5 ni 5 ni bakka qo'ysak 40 qoldi. Endi narigi chekkadagilar billa bo'lib, nimani 10 ni berish kerak. Chunki 44 ga bo'lsa 10 bo'ladi. Batga 1, 2, 9, 2 ga 8, 3 ga 7 va 4 ga 6 hurmatlilar. Demak, mumkin ekan 5 ni ham yozish. Mana ko'ryapsizlar. Buni videosini xudo xohlasa tashlab beriladi maxsus guruhdagi o'quvchilarga. Ketdi, keyingisiga o'tdi. Endi yana 45 dan nechini ayirsak 4 ga bo'linadigan son chiqadi. 9 dan ayirsak 36 chiqadimi 45 dan? So'roq o'rniga 9 ni qo'yamiz. 36 qoldi. 36 ni teng 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? 9 dan bo'ladi. Qolganlari demak 9 dan bo'lsin ekan. 9 bitta band, 8 bilan 1 ni birlashtiramiz, 9 bo'ladi. 7 bilan 2 ni birlashtiramiz, 9. 6 bilan 3 va 4 bilan 5 marhamat. Qanaqa gaplar? Demak 9 ni ham olish mumkin. Hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, natija 15 bo'lar ekan. Qidiramiz endi 15 chilarni, mumkin. Tushundilaringmi bolalar? Qaranglar, bu yerda. Xo'p, u guruhdagilar, menda offline o'qiydigan o'quvchilar tekin qo'shiladi, online o'qiydiganlar bo'lsa to'lov qilib qo'shiladi. Bo'ladi, faqat adminimizga to'lov qilib keyin qo'shilasizlar-da, shunisi bor. Offline o'qiydigan, yonimga kelib o'qiydiganlar tekin qo'shiladi aytdi. Qancha? Bizga tekin ekanda domla bizga. Ha, ana savollar mana shu. Online, offline o'qigan hammaga tekin. Nimalarga bo'lsa? Qancha? Xo'p, uni oylik to'lovi 150 ming so'm oyiga. Online deylar uchun. Ayt. Xo'p. Bo'ldi. Tushundik-a buni, hurmatlilar. Keyingisiga o'tamiz. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Hop, ketdi. Tayyormisiz hamma? Tepada to'g'ri javob yozganlar, men javobdan keyin yozyapsizlar. Ya, like bosmayman sizlarga. Men aytganimdan keyin bosyapsizlar. Ismoiljon, tushunib oldiga? Hop, ketdi bo'lmasam, o'tdik. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Hozir ko'rayap turgan kitoblarimiz
ixtisoslashgan va prezident maktablariga kirish uchun eng zo'r kitoblardan biri. O'sha kitobda hozir birinchi mavzusini, sinf ishini birgalikda ko'ryapmiz. Uyga vazifalarni bajarish o'zlaringga havola. Maxsus guruhdagilardan bo'lsa, ota-onalarga telefon qilib, albatta bajartirib, rasmga olib tashlatib olamiz. Xo'p, Anvarning 2 xil rangli sharlari, Sobirning esa 3 xil rangli sharlari bor. Anvarda mana 2 xil rangli shar bor, Sobirda 3 xil rangli shar bor. Endi bu aniq aytilyapti. Sardor aytayapti, demak ularda jami 5 xil rangli sharlar bor ekan dedi. Demak ularda jami 5 xil rangli sharlar bor ekan dedi. Sardor aytayapti. Sardor qanday xatolikka yo'l qo'ydi deyapti. Birgalikda sekin tahlil qilamiz. Xo'p. Aytayaptiki, u xato qilmagan deyapti. Sardor qanday xatolikka yo'l qo'ydi deb so'rayapti. B. U qo'shishda xato qildi. Qo'shishda xato qildimi? Yo'q, noto'g'ri. Qo'shishda xato qilgani yo'q. 5 ta shar borligini to'g'ri aytayapti. C. U Anvarda ham Sobirni ham tanimaydi. Bu umuman noto'g'ri narsa. Anvar bilan Sobirni taniydi, do'sti deyapti-ku. Endi D esa u Anvar va Sobirning bir xil rangli sharlari bo'lishi mumkinligini inobatga oladi. Ya'ni Anvarda 2 xil rangli shar bor dedi, Sobirda 3 xil rangli shar bor ekan. Sardor aytayaptiki, demak ularda jami 5 xil rangli shar bor deyapti. Lekin ikkalasida ham bir xil rangli shar bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ana shu eng asosiy uni xatosi edi. U Anvar va Sobirning bir xil rangli sharlari bo'lish mumkinligini inobatga olmadi. Mana shu tanqidiy fikr bo'ladi. Fikrini, xatoligini nima qildik hozir? Isbotlagan bo'ldik, hurmatlilar. Xo'p, keyingi savol. Rasulbekning uyidan maktabgacha bo'lgan masofa 800 metr. Bir kuni u ertalab soat 7:00 da uydan chiqib 300 metr masofa yurdi. Demak, Rasulbek hozir maktabidan 500 metr masofa uzoqlikda turibdi dedi. Quyidagilardan qaysi biri Jamshid qilgan xatolikni ko'rsatib bera oladi? Xo'p, yana bir o'qib beray. O'zim ham chalkashib ketdim, sizlarga ham chalkashtirib yubordim shekilli. Rasulbekning uyidan maktabgacha bo'lgan masofa 800 metr. Mana uydan maktabgacha 800 metr. Bir kuni u ertalab soat 7:00 da uydan chiqib 300 metr masofa yurdi. 300 metr yurdi. 300 metr masofaga yurdi. U maktab tomonga ham bo'lishi mumkin, qarama-qarshi ham bo'lishi mumkin. Endi Jamshid aytayapti, demak Rasulbek hozir maktabdan 500 metr masofa uzoqlikda deyapti. Jamshid shuna fikrlayapti. Endi birgalikda nima qilamiz? Quyidagilardan qaysi biri Jamshid qilgan xatolikni ko'rsatib beradi? Jamshid qilgan xato, fikrlashi xatoda Jamshid dedi. Hozir nima xatoligini topamiz birga. Aytayapti. Rasulbekning darslari ertalab emas, balkim peshin vaqtidan keyin boshlanadi. Bu Jamshid xatosini ifodalab beradimi desa, yo'q, bu to'liq ifodalamaydi. Jamshid xatosiga bog'liq emas-da. B. Bugun yakshanba bo'lishi mumkin, ya'ni bu kunda maktab darslari bo'lmaydi. Aloqadorlik uncha ko'p emas. Rasulbek maktabidan boshqa tomonga qarab yurgan bo'lishi mumkin-ku. To'g'rimi? Mana shu nimani Jamshidning xatosi. Aytayapti 300 metr yurdi deb turib, 500 qopti xato. O'rtadagi masofa 800 edi maktabdan. Bu 300 metr teskari tomonga yurgan bo'lishi mumkin-ku. Shunda masofa kattaroq bo'ladi-ku. Demak, C javob to'g'ri. Rasulbek maktabidan boshqa tomonga yurib, qarab yurgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsa kimni xayoliga kelmadi? Jamshid xayoliga kelmadi. To'g'ridan to'g'ri ayirib qo'ya qoldi. Demak, to'g'ri javob bizda C ekan, o'nda hurmatlilar. Tushunarlimi? Tushundiga hamma? Endi shu bilan birinchi darsimiz yakunlanadi. 50 daqiqa dars o'tdik. Vazifa nima? Uyga vazifa degan joyi bor, hurmatlilar. Uyga vazifani to'liq bajaramiz. Xuddi oldingi ko'rganimizdaqa mana masalalar, bunda endi o'zingiz mustaqil topishingiz kerak. Shularni bajarib, rasmga olib banga tashlaysiz. Maxsus guruhdagi o'quvchilar tushunmaganlaring bo'lsa, sizlar bilan yana qo'shimcha dars qilib ko'ramiz. Xo'p, shunaqa gaplar. Bo'lmasam, hammaga rahmat. Nima deysiz? O'zi tugaydimi dars? Ha, hozircha darsimiz tugadi. Hozircha hammaga rahmat. Maxsus guruhdagi o'quvchilar
Savollar bo'lsa o'sha guruhda o'zida yozamiz. Guruhga qo'shilmoqchi bo'lganlar agar xohishlaring bo'lsa, qanaqadir belgi qoldirib ketsalaring bo'ldi. Masalan, plus belgisini qo'yinglar, adminlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Haftaga necha kun? Xo'p, haftada 3 kun bunaqangi onlayn darslar, keyin 3 kun alohida testlar va nazorat. Ustoz, Eshitaman. vaqt betini tashlab yuboring gruppaga. Bo'ldi. Uyga vazifa degan joyni sizlarga tashab qo'yaman. Rasmlarini tashab qo'yaman. Lekin imkon qadar shu kitobni biz olishimiz kerak, hurmatlilar. Agar yilda oxirida ixtisoslashgan prezident maktablariga kirmoqchi bo'lsak. Xo'p, mani tushunlaring degan bittaman. Bo'lmasam hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Menimcha darsimizda yaxshi ishtirok etdilaring. Sog' bo'linglar.